Assalomu alaykum. Bugun 17-mart 2025-yil. Bugungi qilgan ishim shu turbani orasiga bunday qilib armatura qo'yib, ertaga kulini to'kkani. Bu armaturani qanday qo'ydim? Orqasiga to'rli listdan 3 santimetrli katta yo'ldan chiqqan kusok list bor edi. O'shani qo'ydim. Bunaqasi 27 santimetr. Har bitta listni armaturaga svarka qilib qo'yib chiqdim. Har bitta turbaga mana qilib butulka qo'yib ko'rinyapti. Mana qilib har bitta joyga qo'yib chiqdim. Armaturamiz 12lik Begabot. Bunisi 14lik, bu ham Begabot. Mana uz deb qo'yilgan. Ko'rinyapti. O'zbekistonda eng yaxshi armatura O'zbekistonning mana shu armaturasi Begabot. Kechagi qilgan ishim mana buni kecha yasovdim. Buni qo'yamiz katta yo'lda. Mana shu yerga qo'yamiz. Mana shu yerga. Shunday qilib endi qiladigan ishimiz, xudo xolasa, mana shu armatura chiqadigan joyini endi mana shu yerdan bitta teshamizda ikki tarafidan ham armaturani chiqaramiz. eBayga 25lik hisobli, 25lik turbali butulka qo'yamizda, armaturani chiqaramiz. Shunaqa, men bloger emasman, video, ya'ni to'ylarda video olib beradigan videochilar emasman. Videolar xato kamchilik bo'lsa uzr avvalo. O'zi umuman bu videoni qo'ymasam ham bo'laveradi YouTube'ga. Prosta men ham shu YouTube'dan ko'rib, o'rislarning videosini, boshqasini ko'rib, picha ruscha tushunaman. Ko'p bo'lmasa ham. Shunga shunaqa qilib yasayapman. Maqsad shu o'zimizda o'zbek bolalari, ruschani bilmaydiganlar shu o'zbekcha videolarni ko'rib, o'zlari katta yo'lda yasab, o'ziga qandaydir bir yangilik yaratsa, necha bizni foydamiz tegib qolsa, xursand bo'laman men. Chunki men rosa qiynaldim o'zbeklarda katta yo'l yasashini. Buni ko'rsatmagan bilan qilib, qanaqa qilib yasayapti, ish jarayonlari qanday ketyapti. O'rislar, endi ruslar hamma jarayonni ko'rsatadi. Bizda tayyor katta yo'lni sotaman. Paloncha narx, palonchaqa, mononcha kvadrat, mononcha. $1000, $1400, $1500 deyapti. Undan ko'ra men o'zimcha o'yladim. O'zim katta yo'lga yasayman. Iloji boricha mana shu videolarni olib ko'rsatib xalqqa, o'zimiz o'zbeklar ko'rsa, kimgadir naf tegsa, ajomas. Shunaqa. Bo'yin razmerini aytgan edim, yana bir bor aytaveraman. Shu yerdan mana shu yergacha turbamiz razmeri 31,5. Buni mana shu burchagidan, mana shu yerdan boshlanganda shu yergacha borsa 40 santimetr. 7 ta turba tushgan. 6 ta anaqa armatura tushirsa. Bu yasayib turgan katta yo'lim
ham tepadan yonadi, ham pastdan yonadigan kotёl. O'zimcha shuni yasayman deb Rossiyada yurganimda niyat qilgandim. Endi bilmayman. Kech qolyapsiz talavaga. O'xshaydimi, o'xshamaydimi, Xudo biladi. Tayyorlaymi?